Assalomu alaykum do'stlar, bizning kuzatuvchilarimiz. Saytimiz ikki bo'pti. Mallarni bir 3 kun bo'ldi video qo'ymadik, syomka etmekka keldi. Ko'ribsizlar do'stlar, hamma malimiz yotibdi. O'rtadagi o'zini buzini o'ynayapti. Do'stlar, bizani ko'p yo'lda o'zimdan ko'rgan vaqtda so'rab turibdi. Mallar günlük necha so'm rasxod olib turibdi va günlük nechalar ves olib turibdi. Bir mal o'zi günlük necha kilo saman, necha kilo yem, ya'ni necha kilo silos, necha kilo yem yeyishligini ko'pchilik mendan o'zim ko'rgan vaqt so'rab turibdilar. Do'stlar, biza 4 xil ratsion bor. Ya'ni 4 xil ratsion bor. Ratsion deganda molni yeydigan ozuqasini общий hamma narsasi, ya'ni yemi, samani, vitamini, tuzi qo'shilganini ratsion deydi. Shuni biza samanli ratsion tanladik, sababi Xorazm sharoitida biza ham kecha qoldik, silos o'rilib bo'lgandan keyin bu ishimizni boshladik. Shuncha silos ololmaganimiz uchun samanli ratsionda vaqt turibmiz. Silosli ratsion bor, samanli ratsion bor, keyin yo'rinjali bedali ratsion bor, keyin yo'rinja samanli. Dördüncüsü yo'rinja samanli 4 xil ratsion bor. Bize shundan samanli rasyonni tayyorlab turibmiz. Samanli ratsion va boshqa ratsionlarni bir-biridan ozgina farqi bor. Barilardan ya'ni yemlarni ko'pligi, ozligi. Samanda nisbatan ko'proq yem beriladi. Ya'ni biza ideal qo'rim yemlaridan foydalanamiz. Ko'proq ideal qo'rim beriladi. Silosda kamroq beriladi. Masalan, shu molni vesina nisbatan 1,5 kilo az, silosda samanda 1,5 kilo ko'p yem beramiz. Lekin hozir silosimiz narxi 1000 so'm bo'lgani uchun 1000 so'mdan shu molimiz hozir 8 kilo silos yeyish kerak, 8000 so'm. Ideal qo'rim 5750 dan olib o'tiribmiz. Hisoblasam bir xil ekan. Saman bizada hozir 6000 so'mdan olib o'tiribmiz. Pulini girsak bir mola nisbatan 600 so'm, 700 so'm bir kunlik idom samani. Yemi 1,5 kilo ko'p berganimiz bilan silos bilan bir xil ekan. Do'stlar, silosni misol uchun sezonda arzonroq, ya'ni 500 so'm, 600 so'mdan olib bosib qo'ysak, bizlara silosli ratsion arzon tushiradi. Buni aytolmaymiz uchun hozir do'stlar biz yana samanli ratsionda vaqt turibmiz. Bizani mollar hozir günlük 3 kilo saman, azanda 1,5 kilo saman, her birini hozirgi kunda 2 kilo 700, azanda 2 kilo 700 geçte ideal qo'rim turibdi. Azanda 1,5 kilo saman, geçte 1,5 kilo saman 3 kilo. Yani günlük 3 kilo saman, 5,5 kilo ideal qo'rim turibdi bular her biri. Görüşleriniz mümkün. Bizning tilda aytganda bularni ko'pchilik o'jak deydi. O'gitcha bilan o'jakning o'rtasi, ya'ni o'sib borayotir. Nisbatan o'gitcha bo'ldi bular, lekin ekkan vaqtda haqiqatda o'jak edi bular. Ko'pchilik meni jilliya chiqardi. Sababi o'jak ham gen vaqtda bular 4,5 kilo yeb turadi. O'jak mola 4,5 kilo yem berib bo'ladimi deb ko'pchilik meni jilliya chiqardi do'stlar. Damlab qoladim deb 24 soat yemi dursa, suv dursa, sovuq qishda shamolliydi, o'skirik bo'ladi dedilar. Ko'rib tursalar, yana 3 minut, 4 minut bo'lib tuydiganmi, bir sam o'skirib turgani yo'q. Suv oldinda turibdi pastda, ya'ni kechasi ham kelib uyda yotganman, bilasizlar, bu molxonada. Hech qanday o'skirik bo'lmadi. Hech qanday mollarimiz kasallangani yo'q. Hozirgi kungacha yana ishtahasi yaxshi, hech qanday yemdan bezib qolgani yo'q. Mana nozik tarafi, biza buni sirazi 3 kilo saman bilan 5,5 kilo yema chiqarib tashlamadik. 15 kun davomida kelgandan keyin, shu mollarimiz kelgandan keyin 15 kunning ichida 1,5 kilo yemdan 4,5-5 kilo olib chiqdik. Hozirgi versiyada 5,5 kilo yeyishi kerak, 6 kilo yersam bo'ladi. 6 kilogacha keyin takiz ushab ketdik. Ya'ni kelgan vaqt 15 kunning ichida chiqdi bular. Agar birdan toza bozordan kelgan mol, stressli mol, stressga tushgan mol kelib turib elini do'shsangiz,
yese o mal demlidir. Dostlar şunu inobat alalım. 15 günde şu rejime yani şu rasyona öğretip alsak kemi 10 gün. 10 günde mallar hiç kendi demlemin yiyişini özgertirmeyin. Bir xil yiyişte yiyip geladi. 15 günden keyin bizlerim şu buyurayım navasına gelsengizler 5% yem azanğı beriyenden geçki bereden vaqtacha 5% yem qalaban bo'ldi. Hozir ko'rib turibsizlar 35-40% yemi bor. Saatimiz 2 bo'ldi. 7gacha xudo xolasa buni yeb pulni 5%dan qalishi mumkin. Biz shunga düz ko'pmiz. 5%dan ko'p qolmaydi. 5%dan ko'p qolsa do'stlar, ozgina samanini kamaytirib qo'yasalar, lekin yemini kamaytirmaysizlar do'stlar. Sababi hozir bu köş qaytarib yotdi. Köşünü sanasanızla, hozir bu to'xtasin, yani sanaymiz. Köşünü sanasanızla yine to'xtadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 55 56 56'da yuttu dostlar. Yalbaştan sanat başlayalım. Köpçülük şu an sorap duruyordu. Nişep salimiz. Dostlar az gördüğünüzler videoda. Yuttudan yalbaştan cenap başlamakta bir dep saniyseler. Bu sanak 50'den 70 arası ülgütçe mallarda. Ortası 60 bolsa en yaxşı düzülgen boladı rasyonunuz. 50 bilen 70'in arası bolsa yaxşı boladı. Lekin en maksimalini ise 60'a düzüp bilseniz mallarınızı ne desem boladı. Mallarınızı hazım qilish jarayoni, ichki yeb turgan yemini go'sht aylantirish, suyak o'stirish jarayoni yaxshiligini dalolati shu ko'sh qaytarishimdan sanasanizlar bo'ladi. Hozir